Oltin va pul olib setish to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Biz Istanbulda turayotgan ba'zi tijoratchilar oltin olib setish tijoratini qilyapmiz. Biz duch kelgan ba'zi savdo turlarining hukmi haqida o'zlaridan bir qancha savol so'ramoqchiman. O'zimiz va qarindoshlarimizning shubhali tijoratdan yiroq turishimiz uchun aniq qilib javob bergan bo'lsalar. Alloh rozi bo'lsin. Birinchi. Pulni bankada qo'ysak bo'lamdi? Oltinni banka hisobimizda saqlasak bo'lamdi? Ikkinchi. Banka kartasini telefonga ulab, hisobimizdagi bar pulga telefondagi mobil sho'ba orqali pul olib satsak bo'lamdi? Ozg'ina pulga ko'p savdo qilish emas. Uchinchi. Bankadan telefonda pulimizga loyiq oltin olib bankaga satsak bo'lamdi? Alg'animizda oltin hisobimizga kirdi. Satsak oltin chiqib, o'rniga pul kirdi. Bankada naq oltin yo'q. Setib olib oltinimizni talab qilsak, atisi akilib berdi. To'rtinchi. Qapalı çarşıda dövizlerde pulni qo'yib, elib setib qo'y desak bo'lamdi. Ulardan kecha-kunduz elib setib qo'yalaydigani bor ekan. 5. Qandoq elib satsak ham shariatga uyg'un, ham bexatar elib sata olamiz? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Aldı bilan shuni ta'kidlab qo'yish kerakki, oltin, kumush va pul olib setishda odatdagi tovar savdosida shart qilingan shartlardan boshqa bir necha alohida shart topilishi kerak. Bularning eng muhimi tuvandagi ikki shartdir. Birinchi. Oltin, kumush va pulni o'z turiga setishda, ya'ni oltinni oltinga, kumushni kumushga setishda naq-munaq va ig'irligi tang-mutang bo'lishi shart. Dollarni dollarga almashtirishdimi soni tang-mutang bo'lishi shart. Bu shartga rioya qilinmagan ahvolda jazoni shakllanadi. Ikkinchi. Oltin bilan kumushni boshqa bir turga, ya'ni oltinni kumushga sotganda naq-munaq bo'lishi shart. Ig'irligi tang bo'lishi shart emas. Qog'oz pulni boshqa bir qog'oz pulga almashtirgandami naq-munaq bo'lishi shart. Soni tang bo'lishi shart emas. Bu vaqtda olimlarning ijmosi bor. Buni aniq qilib bayon qilgan hadislardan misolga olsak, Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oltinni oltinga tang-mutang bo'lmasa sotmanglar. Birini yana biridan ortiq qilmanglar. Kumushni kumushga tang-mutang bo'lmasa sotmanglar. Birini yana biridan ortiq qilmanglar. Uning nesesini naqdga sotmanglar degan. Yana Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oltinni oltinga, kumushni kumushga, bug'doyni bug'doyga, arpani arpaga, xurmani xurmaga, tuzni tuzga tang-mutang va qo'lma-qo'l tegishish lozim. Kimki ortiq bersa yoki ortiq olishni talab qilsa, olg'uchimi, berguchimi o'xshashla jazoni qilgan bo'ladi degan. Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oltinni oltinga, kumushni kumushga, bug'doyni bug'doyga, arpani arpaga, xurmani xurmaga, tuzni tuzga o'xshashmi o'xshash, tang-mutang va qo'lma-qo'l naq-munaq tegishish lozim. Mubada bu turlar farqli bo'lsa, naq-munaq bo'lgan taqdirda xohlagan bo'yicha setanglar degan. İmam Sarxasiymi yuqori hadislarga asosan deydi-ki, to'xtam so'rinida ikki taraf badalni qo'liga topshirib elishi vojib. Uningda ozg'ina muddat belgilasimi bo'lmaydi. Ikki badalni to'xtam so'rinida topshirib olmaslik to'xtamni batil qilib etadi. Shundoq bo'lgan ekan, badalni kechiktirish ashu to'xtam taqozosiga zid keladi. To'xtam taqozosiga zid keladigan bir narsani shart qilish bo'lsa, to'xtamni batil qilib etadi. Davrimizdagi qog'oz va shuningga o'xshagan oltin kumushdan boshqa pullar savdoning naq-munaq bo'lishi qatorliq bir qancha jihatdan oltin bilan kumushning o'rnida turdi. Natijada qog'oz pulni qog'oz pulga almashtirishda oltin bilan kumushga o'xshashla yuqoriga ikki shart tepilishi lozim. Bo'lmasa jazoniga aylanadi. Islom fiqh akademiyasi Makka mukarramadagi 5-navbatlik qurultayda shunday qaror chiqargan. Qog'oz pul o'z oldiga ayrim pul bo'lib, uningga oltin bilan kumush pullarning hukmi beriladi. Shundoq bo'lg'achqa, uningda zakot vojib bo'ladi. Birini biriga setishda oltin bilan kumushda shakllangandekla ortiqlik va nesilik jihatdan kelib chiqadigan jazoni shakllanadi. Islom fiqh akademiyasi yana qog'oz pullar tarqatgan davlatlarning o'xshashmasligiga qarab, o'xshamagan turdagi pullar hisoblanadi. Masalan, Saudiya qog'oz puli bir tur, Amerika qog'oz puli yana bir tur bo'ladi. Mushu tariqada har bir turdagi qog'oz pul o'z oldiga mustaqil bir tur hisoblanadi.
Shundoq bo'lgandan keyin uningda jazonining ortiq kamlik jazonisi bo'lsin, nechilik jazonisi bo'lsin, har ikki turi shakllanadi deb muayyanlashtirgan va mundoq xulosalagan. Bularning hammasi tuvandagilarni taqozo qiladi. Birinchi, qog'oz pulni qog'oz pulga yoki oltin, kumush va yoki boshqa moddadan yasalgan boshqa turdagi pullarga nesi setishga mutlaq bo'lmaydi. Shunga, masalan, turk lirasini boshqa bir pulga, har ikki pulni naqd topshirib elishmay nesi setishga bo'lmaydi. Ikkinchi, bir qog'oz pulni shu turdagi pulga naqd bo'lsin yoki nesi bo'lsin, birini yana biridan ortiq yoki kam setishga bo'lmaydi. Masalan, 10 turk lirasini 11 turk lirasiga nesi bo'lsin yoki naqd-munaq bo'lsin setishga bo'lmaydi. Qog'oz pulni boshqa turdagi qog'oz pulga naqd-munaq bo'lsa setishga bo'ladi. Masalan, 4 turk lirasini 1 dollarga yoki uningdan oz yoki ko'pga setishga bo'ladi. Bu qarorni islom dunyosidagi mashhur fiqh akademiyalari, fatvo komitetlari hammasi ta'kidlagan va qog'oz pulni jazoni va zakot ahkomlari isbotlanish jihatdan oltin, kumush o'rnida deb qaragan. Buningdan oltin bilan kumushni yoki qog'oz pulni qog'oz pulga elib setishda naqd-munaq bo'lmasa joiz bo'lmaydiganligi aniq bo'ladi. Yana oltin, kumush va pul savdosiga, shundaqla umuman tovar savdosiga munosabatli muhim shartlardan biri satqan pul yoki tovar sotquchining qo'lida va igdorchiligida bo'lishi shart. Qo'lida va igdorchiligida bo'lmagan narsani sotsa bo'lmaydi. Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi: "Men, ya Rasululloh, birisi kelib mendan ilikimda bo'lmagan narsani setib olmoqchi bo'ladi. Uningga setib bo'lib, keyin bozordan olib bersam bo'lamdi?" deb so'rasam, Rasululloh igdorchiligida bo'lmagan narsani sotma degan. Bu hadisga asosan igdorchiligida bo'lmagan narsani setib, keyin berib setib olib, andan topshirsa bo'lmaydi. Yana bu turli savollarga munosabatli bir masalani oydinlashtirib qo'yish zarur deb qarayman. U bo'lsa-mu, bankada qo'ygan pul va bankadan olgan pullar qarzmi yoki omonatmi? Muddatlik bo'lsin yoki muddatsiz bo'lsin, bankada qo'yilgan pullar qarzdir, omonat emas. Chunki bu pullarni banka xohlagancha tasarruf qila oladi, foydasini ola oladi. Agar u pul omonat bo'lsa edi, banka uni saqlashdan boshqa ishni qilmasa bo'ladi. Ba'zilar biz bankaga qarz bermadik, bankada omonat qo'ydik deyishi mumkin. Lekin omonat bilan qarzning farqini ayirganimizda bu masala oydinlashadi. Qarzda pulning igdorchiligi qarzdorga yo'tkiladi. Qarzdor uni xohlagancha tasarruf qila oladi, xajlab oladi. Keyin pulning o'zini emas, o'xshishini qaytarishga kafolatlik qiladi. Qarz yo'qolib ketsa, qarzdor uni cho'qim to'laydi. Ammo omonat degan omonat saqlag'uchining yanida saqlab qo'yiladigan, yo'qolib ketsa saqlag'uchi to'lamaydigan puldan iboratdir. Chunki omonat qo'yish orqali pulning igdorchiligi omonat saqlag'uchiga yo'tkalmaydi. Omonat saqlag'uchi uningdan foydalana olmaydi. Shunga omonat saqlag'uchi uning yo'qolib ketishiga sabab bo'lmagan taqdirda uni to'lamaydi. Buningga asosan bankada qo'yilgan pullar omonat emas, qarz bo'ladi. Chunki banka u pulning o'zini saqlab qo'yib, pul egasiga qaytarmaydi, balki uni xohlagancha ishlatib, uning o'xshishini qaytarib beradi. Muddat belgilab qo'yilgan pullarning qarzligida gap yo'q. Chunki banka omonat saqlab berganlik uchun emas, balki pulni ishlatib olganlik uchun o'sim beradi. Muddat belgilamay qo'ygan pullarga kelsak, banka bilan muomala qilib boqqan har qanday kishi bankaning bu turli qo'yilgan pullarning ko'p qismini ishlatadiganligini biladi. Yana muddat belgilamay qo'ygan pullarni har qanday ahvol ostida banka to'laydi. Agar bu pul omonat bo'ladigan bo'lsa, banka uni ishlatilmasligi, yo'qolib ketsa to'lamasligi kerak edi. Muddat belgilamay qo'ygan pullarni pul egasi qachon xohlasa banka qaytarib berdi-ku, qachon talab qilsa qaytarib berish, uni ishlatib undan foydalanib olishni to'sadi-ku deyilsa-mu, lekin bu nazariya jihatdan to'g'ri ko'rilsa-mu, bugungi kunda amaliyotda to'g'ri chiqmaydi. Banka muddat belgilamay qo'ygan pullarni egiz talab qilgan vaqtning o'zida yoki talab qilib ozgina bir muddatdan keyin qaytarib beradiganligi bankani bu turli pullarning ko'p qismini ishlatib olishdan to'sib qola olmaydi. Chunki pul qo'yganlarning hammasi birla vaqtda pulini talab qilmaydi. Ba'zilar pulini qaytarib oladigan vaqtda, yana ba'zilar yangidan pul qo'ygan bo'ladi. Yangi qo'yilgan pullarni yoki boshqa pullarni turli yo'llar bilan tepib akilib pulini qaytarib oladiganlarga berib yo'lga soladi. Buning qarzligining yana bir isboti shuki, bu pulni omonat deb farz qilganimizda, bu omonatni saqlab berganlik uchun banka haq olish kerak edi. Chunki banka bekorga omonat saqlab beradigan xolisona xizmat sunmaydi. Amaliyotda
Banka ish haqqi ilish u yoqda tursin, pul egasiga pulni bankada qo'yganligiga qarata foyda yetkazadi. Yuqorqilardan bankada qo'yilgan muddatlik va muddatsiz pullarning hammasi omonat emas, qarz ekanligi ma'lum bo'ladi. Buni qarz deb muayyanlashtirishda turli davlatlarning qonunlarimi shariat hukmi bilan birdek qarashda. Shundaqla bankadan olgan pullarmi qarzdir, omonat emas. Chunki bu pul qarzni olgan kishining mulki bo'lib, uni xohlagancha tasarruf qila oladi. Foyda olsa yanchiqqa sola oladi. Shunga bankadan olgan yoki bankada qo'ygan pullarga qo'shib qaytaradigan yoki qo'shib oladigan o'simlarmi shartlashgan ahvolda jazoni bo'ladi. Buningdan pulni bankaga qo'ysak bo'lamdi, oltinni banka hisobimizda saqlasak bo'lamdi degan savolingizning javobi chiqadi. Jazoni muomalasi qiladigan bankalarda o'simlik yoki o'simsiz, pul yoki oltin qo'yishga bo'lmaydi. Chunki o'simlik bo'lgan taqdirda bu aniq jazoni, o'simsiz bo'lgan taqdirda bankaga jazoni qilishda yordam berganlik bo'ladi. Lekin kishi o'ziga va mol-mulkiga xavf yetish ehtimoli bo'lgan ahvollarda o'simsiz banka tepilmagan joylarda olimlar pul va oltinlarni bankada qo'yib saqlashga zaruriyat jihatdan ruxsat qiladi. Majbur bo'lib bankada pul qo'ygan taqdirda o'simsiz, muddatsiz ochiq hisob bilan qo'yish lozim. Agar pul va oltinni bankadan ijaraga olgan ayrim sandiqlarda saqlash imkoniyati bor bo'lsa, bu ahvolda o'simlik bankadagi hisobga qo'yishga bo'lmaydi. Ijaraga olgan ayrim sandiqlarda saqlash imkoniyati bo'lmasa, qo'lingizdagi oltinni islom bankalari deb atalgan bankalardagi hisobingizga qo'ysangiz bo'ladi. Bu bankaga oltin qarz berib turishdan iborat. Bu qarzga o'sim bekitilmasa, siz bu qarzni qaytarishni talab qilsangiz, darhol qaytarsimi, siz rozi bo'lgan taqdirda bir necha kundan keyin qaytarsimi bo'ladi. Faqatla bu oltinni cheklangan doirada ishlatib olmasla bo'ladi. Bu yerda mundaq savol tug'ilishi mumkin. Odatdagi jazoni muomalasiga tayangan bankalarda pul qo'yish to'g'ri bo'lmaydi ekan. Islom bankalari deb atalgan Kuvayt Turk va Al-Baraka qatorliq bankalarda qo'ysak to'g'ri bo'lamdi. Atalmış islom bankalari Turkiyada qatilim bankalari deb atalmoqda. Nazariya va ism jihatdan to'g'ridak narsa ko'rsatib, amaliyotda o'simli qarz mohiyatidagi tapma halol muomalalariga tayanib oladi. Bu sababdan yanada odatdagi jazonxo'r bankalardan tuzuk farqi yo'q. Shunga bankaga pul qo'yishga majbur bo'lib qolgan taqdirda pul qo'yish joiz. Bankadagi hisobni bankaga barmayla yanfondan boshqaradigan mobil sho'biga o'xshagan app sistemalar orqali pul olib satsa, setib olgan pulning hammani olgan vaqtning o'zida bankaning har qaysi sho'balaridan ATM, avtomatik pul olish yoki selish bo'tkalaridan va yanfondagi mobil sho'biga o'xshagan app sistemalar orqali xohlagancha tasarruf qila oladigan bo'lsa, qog'oz pulning hisobga tushishi naqd qo'lga topshirib olganning o'rnida turadi va bu tariqada olib setishga bo'ladi. Agar banka mablag'ni birsiga havola qilib yo'llab berishga yoki xohlagancha tasarruf qilishga chaq qo'ysa yoki qo'lga topshirib olay desa, shu vaqtda bermaydigan bo'lsa to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni setib olgan pulni darhol ishlatib tasarruf qila olmaydigan bo'lsa, bu savdo joiz bo'lmaydi. Ma'lum chekdan oshsa, oshgan qismini ishlatilmaydigan bo'lsa, tasarruf qila oladigan qismda joiz bo'ladi. Tasarruf qila olmaydigan qismda joiz bo'lmaydi. Әмді bankada qo'yilgan pulga bankadan oltin setib olish va yoki bankaga oltin setish masalasining savdo qilish qismiga kelayli. Turkiyadagi Kuvayt Turk va Al-Baraka qatorliq bankalarning qo'lida odatda oltin bo'lmaydi. Bu bankalar bilan muomala qilganlarning mazkur bankalardan so'rab aniqlagandan keyin olgan javobi shuki, ularning qo'lida oltin degan narsa mavjud emas. Faqatla xaridorning hisobiga munchalik oltin kirdi deb yoziladi. Biz yuqorida bayon qilgan shartlarga qaraydigan bo'lsak, bu turdagi savdoda oltinni naq-munaq topshirib olish sharti tepilmagandan sirt, setilgan narsaning sotquchining igdorchiligida bo'lish sharti tepilmaydi. Ya'ni bu ahvolda yo'q oltinning savdosi qilingan yoki boshqacha ifodalasak, savdosi qilingan oltin bankining mulki emas. Bu savdoda banki bilan xaridorning qilgani nimadan iborat desak, xaridor munchalik oltin oldim deb o'ylaydi. Banka uning hisobiga munchalik oltini bor deb yozib qo'ydi. Xaridor u oltinini sotmoqchi bo'lsa, hisobiga yozilgan oltinni sotadi. Bu savdoda oltin degan narsa mavjud bo'lmaydi. Demak, xaridor oltinini sotgandimi bankining sotganidekla naq-munaq bo'lish sharti bo'lmaganidek, igdorchiligida bo'lmagan narsani setish kelib chiqadi. Ba'zilar banki yo'q oltinni sotgan taqdirda biz haqiqiy oltinni qo'limizga olishni talab qilsak, bir necha soatdan keyin bir yerdan setib olib aklab berdi deydi.
Biz deymizki, bundaq qilsimi yo'q narsani sotgan bo'ladi. Ya'ni yarim soat kechiktirsimi naq-munaq shart to'shmagan bo'ladi. Ya'ni bu muomala jazoni bo'ladi. Banka agar bu savdoni to'g'ri qilay desa, oltinni o'zi sotib olib bankada qo'yadi. Xaridor bankaning qo'lida bar bo'lgan va naqd topshirib bera oladigan oltinni naq sotib olsa bo'ladi. Lekin banka buningga unamaydi. Yana bir ehtimollikni ko'zda tutib, banka oltin savdosi qilganda bankaning qo'lida oltin bor deyli. Lekin xaridor 1 kilo oltin sotib olganda, banka u kishi sotib olgan 1 kilo oltinni ayirib, u kishining sandig'ida omonat tariqasida saqlab qo'ymaydi. Faqat hisobiga 1 kilo oltini bor deb yozib qo'ydi. Bu ahvoldami banka qo'lida yo'q oltinni sotadi. Bu mundaq bo'ladi. Masalan, bankaning qo'lida bar oltinning hammasi 500 kilo bo'lsa, xaridor 1000 kilo sotib olsa, banka uni sotib xaridorlarning hisobiga yozib qo'ydi. Sotgan oltindan 500 kiloning yo'qligi chanmaydi. Chunki 1000 kilo oltin sotib olgan xaridorlarning hammasi oltinlarni qo'liga naq-munaq topshirib elishni xohlamaydi. Bulardan balkim biror xaridor chiqib, oltinimni bergin, uyda saqlayman yoki bankadagi bexatar sandiqda ayrim saqlayman deb qolgan taqdirda, banka qo'lidagi ozg'ina oltindan shu xaridorning sotib olganini beradi. Yoki qo'lida oltin bo'lmasa, biror kundan keyin bozordan oltin olib uningga beradi. Bankada oltin bor deyilgan taqdirdami, oltin sotib olgan kishi oltinini ishlatmoqchi bo'lsa, qog'oz pulni qo'liga olganga o'xshash bankaning sho'balaridan darhol olib olmaydi. ATM'danmi darhol ololmaydi. Balki boshqalarga darhol avatib berolmasligi mumkin. Ya'ni oltinida darhol tasarruf qilolmaydi. Bu savdoning durust emasligining isbotidir. Bu yerda qog'oz pul bilan oltin kumushning yana bir farqi o'tirg'a chiqadi. U bo'lsa-mu, oltin kumushning qimmati uning oltin kumush bo'lganligidan kelgan bo'lsa, qog'oz pulning qimmati uni davlat bankalari pul deb e'tiborga olganlikdan kelgan. Shunglashqa siz bankalardan qog'oz pulingizni darhol ola olasiz va ishlata olasiz. Lekin oltinni darhol qo'lingizga ola olmaysiz va ishlata olmaysiz. Bu yana bir tarafdan qog'oz pulning hisobga tushishi naq qo'lga topshirib olganning o'rnida turdi desak, hisobga tushgan oltinning naq qo'lga topshirib olganning o'rnida turmaydiganligini ko'rsatadi. Undaq bo'ladi ekan, siz sotib olgan oltin bankaning qo'lida rost bormi yo'qmi, bu tarafi aniq bo'lmag'achqa, yana siz sotgan oltinningmi bor yo'qligi aniq bo'lmag'achqa, bu savdoni qilishga bo'lmaydi. Chunki bu savdo jazona va yo'q narsani sotishdan iborat ikki ig'ir qilmishni o'z ichiga oladi. Bu savdoda yana bankaga pul qo'yib jazoniga yordam qilish va jazoni yegizish yoki yegizish ehtimolligimi bo'ladi. Shunga bu ishga hargizmi sal qaramaslik lozim. Oltin bozori Qaparli Çarşıda sarrafxonalarda pulni qo'yib, sarrafga elib sotib qo'y deb savdo qilish usuliga kelsak, biz yuqorida banka orqali to'g'ri usulda oltin savdosini qilish to'g'risida bayon qilganimizdek, agar sarrafxonalar xaridorning pulini ayrim sandiqda amonat sifatida saqlab, shu sandiqdagi oltin yoki turli qog'oz pullarni naq-munaq sotib, oltin yoki qog'oz pul sotib olganini yana shu sandiqda amonat qilib saqlab qo'yadigan bo'lsa, bu savdo qilish jihatdan to'g'ri bo'ladi. Lekin sarrafxonalar xaridorga bu xizmatni bekorga sunmaydi. Shunga ular bunday qilmaydi. Qanday qiladi? Xaridor ahmoq bo'lib pulini sarrafxonaga topshiradi. Telefonda elib sotgan bo'ladi. Sarraf xaridor qilgan savdolardan o'zining usulida foyda oladi. Pulini xohlagancha ishlatib foydalanadi. Jazoniga qarz berib foydalanishi mumkin. Uning ustiga kech-kunduz qiladigan savdomi yuqoridagi cheklangan usulda yo'q oltinni elib sotishdan iborat bo'ladi. Ba'zida sarrafxonalar pulingizni biroqla yeb oladi. Shunga bu usul ham aniq jazoni bo'lganlik jihatdan, ham yo'q narsani elib sotish jihatdan, ham xatarlik bo'lganlik jihatdan to'g'ri bo'lmaydi. Balki taxa xatar jihatdan banka bilan qilgan muomaladan ig'ir, qatma-qat jazoni xiyim xatardan iborat bo'ladi. Oltinni qandoq elib sotsak, ham shariatga uyg'un, ham bexatar elib sota olamiz. Bankaning qo'lida oltin bo'lsa, xaridor uni sotib olganda qo'liga naq topshirib olib, uyda yoki do'konida yoki ijaraga olgan maxsus amonat saqlash sandig'ida saqlasa, oltinni sotmoqchi bo'lganidimi bankaga akilib naq sotsa, yo pulni yo oltinni kechiktirish bo'lmasa to'g'ri bo'ladi. Agar savdolashib banka xaridordan pulni topshirib olgan chog'da oltinni qo'liga topshirib bermasa yoki biror soatdan keyin aklab beraman desa, savdo taxa bitmagan bo'ladi. Qachoniki ikki taraf pul bilan oltinni qo'liga topshirib olgandan keyin bir-biridan ayrilsa, andin bu savdo bitgan bo'ladi. Oltinni qo'liga topshirib olmasdan yarim soatdan keyin yoki biror soatdan keyin oltinni topshirib beraman desa, topshirib olmasdan ayrilsa jazoni bo'ladi. Yana bir tarafdan
Bu yo'q oltinni setib, keyin bozordan akilib berishdan iborat bo'ladi. Buning to'g'ri usuli banka oltinni bozordan setib olib akiladi. Andin qo'lidagi oltinni sotadi. Oltin qo'liga kelmaguncha oltin savdosi qilmay turadi. Xaridormi oltinni ko'rib, andin savdosini qilib, qo'liga naqd topshirib oladi. Yana xaridor bankadan oltin setib olganda, banka u oltinni shu parcha oltiniga xos nomeri bilan shu xaridorning ismida ayirib saqlab qo'ysa, xaridor oltinni sotmoqchi bo'lganidimi, banka oltinni amana saqlangan sanduqdan chiqib, o'zi setib olsa yoki boshqalarga sotsa, ya pulni ya oltinni kechiktirish bo'lmasa to'g'ri bo'ladi. Lekin amaliyotda bundaq muomala qiladigan banka yo'q. Sarrafxonlarmi bu vaqtda bankaga o'xshash. Bu ahvolda banka oltinni amana saqlab bergan bo'ladi. Qarz olgan bo'lmaydi. Xaridor bankadan oltin setib olganda oltinni uyga elib ketmaydigan bo'lib, uni jazoniga ishlatmaydigan bankaga qarz bermoqchi bo'lsa, qarz bersa bo'ladi. Buning uchun o'sim olsa bo'lmaydi. U qarzni belgilagan vaqtda yoki banka qaytargan vaqtda qo'liga topshirib olsa bo'ladi. Demak, oltin savdosida to'g'ri usul naq pulga naq oltinni setib olish va naq setish. Oltinni yoki pulni har kuni bozorga olib akilish xatarlik bo'lsa, oltin bozoridan do'kon tutib o'ldirish. Har bir kishi ayrim do'kon ochishning chiqimi ig'ir bo'lsa, bir nechalar birlashib do'kon ochib, bir odamni o'ltirg'izib, har biri u kishini savdo qilishda vakil qilsa, vakil har birining savdosini naqmunaq qilib qo'ysa bo'ladi. Vakil qo'lidagi oltin va pullarni saqlashda amana saqlag'uvchi bo'ladi. Bu ahvolda vakil ularning oltin va pullarini boshqalarga sotadi. O'zi sotib olsa bo'lmaydi. Oltin bilan pul naq yo'q yerda oltin olib sotgan taqdirda bu savdo jazoni bo'ladi. Ammo savdoga va bahoga kelishib va'dalashsa, keyin oltin bilan pulni naq topshirib qo'lga olsa, savdo to'g'ri bo'ladi. Qo'lga naq topshirib olmaguncha savdo taxi bitmagan bo'ladi. Bu va'dalashish bo'lgan payt, bay'i qilgan payt emas. Shunga buning joiz bo'lishi bu va'dadan ikki tarafning biri xohlagancha yanalaydigan bo'lishiga bog'liq. Agar ikki tarafning biri qat'iy yanalmaydigan bo'lsa, bu va'da bay'i bo'lib ketadi-da, nisiya qilgan bay'i bo'lganlikdan jazoniga aylanadi. Hozir oltin tijorat qilayotganlar buningga diqqat qilmayotidi. Siz degan ozg'ina pul ko'p puldek savdo qilish usuli yoki forex yoki marjan degandek nomlar bilan atalgan savdo usullari jazoni shakllanganligi va bir necha jihatdan shariat o'lchamlariga zid keladiganlik uchun aniq harom. Buni faqatla jazonixo'rlarla qiladi. Shunga bu muomalani Islom fiqh akademiyasi cheklayotgan. Oxirida ta'kidlab qo'yadiganim shuki, jazona barliq samoviy shariatlarda harom qilingan bo'lib, shariatimizdami halok qilg'uchi cho'ng gunohlar qatoridan sanalgan. Alloh taolo Qur'onda jazoni yeguchiga jang e'lon qilgan va bilib turib jazoni muomalasi qilganlarni do'zaxda mangu qoladiganlar qatoridan sanab, jazonidan kelgan kirimdan barakatni ko'tarib yetadiganligini bayon qilgan. Payg'ambarimizmi hadislarda jazoni yeguchi va yegizguchiga la'nat qilgan. Jazona bu qadar ig'ir va cho'ng gunoh bo'lgandan keyin jazonidan yo'q narsani olib setishdan va shubhalik muomalalardan yiroq turish taqvodorlikqa intiladigan har bir musulmonga loyiq ishdir. Alloh taolo jazoni yeydiganlar qiyomatda sarangliqdan shayton so'qiyotgan odamlardek bo'ladi. Bu ularning ilm setim jazoniga o'xshash deganligidandir. Alloh ilm setimni halol qildi, jazonini harom qildi. Shunga kimki Parvardigori tarafidan vaznasat kelgandan keyin bo'ldi qilsa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga qoladi. Kimki jazoni qilishga qaytadigan ana shular do'zax ahli bo'lib, ular uningda mangu qolg'uvchilardir degan. Halol kasb doirasi intayin aniq va kengri. Bir banda bir ishni Allohdan qo'rqib tashlasa, Alloh uningga yaxshiroq ishni udullab beradi. Har bir banda putilgan rizqidan ortiq yoki kam yeyolmaydi. Shunga to'g'ri yo'ldan pul topishga alohida ahamiyat berish lozim. Shubhisizki, oxiratda har bir banda pulni nadin topganligi va nimaga xarjlaganligi to'g'risida jazman so'roqqa tortiladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.